Hammamiz maza qilib ichadigan kolaning eng katta zararlaridan bittasi bu tish emaliga ko'rsatadigan ta'sir. Agar tish emali bir marta yemirilsa, boshqa organizm uni qayta tiklay olmaydi. Demak, bugun qilayotgan kichkinagina xatolaringiz ertaga katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Mening ismim Farhod Usmonov va men 10 yildan ortiq aynan ortopedik stomatolog, ya'ni tishlar, vinirlar, koronkalar qo'yish bo'yicha mutaxassisman va Toshkent davlat tibbiyot universitetida talabalarga aynan mana shu yo'nalishda dars berib kelmoqdaman. Tibbiyot fanlari doktori, dotsentman. Keling sizlarga emalga ta'rif beradigan bo'lsak, misol tariqasidagi tushuntiradigan bo'lsam, emal bu xuddaki mashinaning ustidagi bo'yog'i qatlamiga o'xshaydi. Ya'ni bu bo'yoq uni turli xil yomg'ir, do'l, qor yoki shunga o'xshagan zararli ta'sirlardan mashinaning aynan ichki qismlarini himoya qiladi. Lekin agar u zararlanadigan bo'lsa, ko'chadigan bo'lsa, aynan o'sha joyidan keyinchalik zang, chirish yoki shunga o'xshab mashinaning ichki qismini zararlashi mumkin. Yoki boshqa ta'sir ko'rsatadigan bo'lsak, ya'ni bu olma bor, olmaning xuddi po'stlog'i. Olmaning po'stlog'ining asosiy vazifasi bu uni ichki muhitini himoya qilish. Ya'ni turli xil ta'sirlardan, hasharotlardan, qurt-qumursqalardan, lekin aynan mana shu joydan tekshiradigan bo'lsa, ichkarisi undan ham chuqurroq, ko'proq qurtlagan va ko'proq qismi zararlangan bo'lib ko'rinadi. Ya'ni emalning asosiy vazifasi bizning tishlarimizni tashqi muhitlardan, har kungi ovqatlardan, tishlashlardan, chaynashlardan, turli xil zararli qismlardan yoki zararli sababchilardan himoya qilish bo'lib hisoblanadi. Keling endi men sizlarga emalning qanday xususiyatlari borligi haqida gapirib o'tsam. Ya'ni emal bu suyagingizdan ham qattiq, suyakdan ham ancha qattiq. Emal o'zini o'zi qayta o'stirmaydi. Va eng muhim jihatlardan bittasi bu emal turli xil zararli ichimliklar, masalan, gazli ichimliklar emalning muhitini, ya'ni pH muhitini pasaytirish hisobiga uni ancha tashqi ta'sirlarga sezuvchan, ya'ni uni yemilishiga asosiy sabab bo'ladi. Emalni oqartirish to'g'ri, ba'zi bir holatlarda emalni eritmaydi, lekin agar u noto'g'ri qo'llaniladigan bo'lsa, emalingiz dars ketib, hattoki erib ham ketishi mumkin. Lekin odamlarning juda ko'pchiligi emalni aynan qaysi odatlar yoki qaysi sabablar bilan yemirishni yaxshi bilishmaydi. Keling o'shalarni eng xavflilari bilan tanishib chiqamiz. O'zi aslida emal yemirish darajasi hamma insonda har xil, lekin ilmiy tadqiqotlarga asoslanadigan bo'lsak, emalni 1 mm yemirilish uchun naqd 1 asr, ya'ni 100 yil vaqt kerak bo'lar ekan. Eng birinchisi va eng xavflilardan bittasi bu gazli va energetik ichimliklarni tez-tez ichib turish. Ya'ni ular tarkibidagi kislotali muhit tish emalidagi eng kerak bo'ladigan foydali minerallarni yuvib tashlaydi. Ikkinchisi bu eng ko'p tarqalgan xatolardan bittasi bu kislotali ichimliklar ichgandan keyin tishlarni darhol tish shotkasi va tish pastasi bilan yuvish hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bunday vaqtda kislotali muhit ta'sirida emal vaqtincha yumshaydi va aynan shu paytda agar siz tish shotkasi, tish pastasini ishlatadigan bo'lsangiz, emal yemilishiga yana ham tezroq yordam bergan bo'lasiz. Shuning uchun bunday vaziyatda 30 daqiqa yoki 1 soat kutib, undan keyin tishlarni yuvish tavsiya etiladi. Uchinchisi va eng bemorlarimizda ko'p tarqaladigan bittasi bu tish shotkasini noto'g'ri foydalanish yoki boshqa qilib aytganda, xuddaki biz tuflimizni krem bilan qanaqa cho'tkalasak, bemorlarimiz ko'pchiligi tishlarini xuddi mana shunday cho'tkalashadi. Ya'ni qattiq ish qilishadi. O'ylashadiki, mana bunday vaziyatda tishlarim tozaroq bo'ladi va yaxshiroq tozalanadi deb o'ylashadi. Aksincha, bu narsa nafaqat emalni kuchli yemiradi, ya'ni sezuvchalikni oshiradi, balkim eng muhim jihat, ya'ni milklaringizni ham yemirilishiga, keyinchalik qochishiga va tishlaringiz katta bo'lish va sezuvchalikni kuchaytirib olishga katta sabab bo'ladi. Buni oldini olish uchun esa siz tishlaringizni to'g'ri yuvishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni tish shotkasi qattiq emas, balki medium, ya'ni o'rtacha yoki iloji bo'lsa yumshog'idan foydalanganingiz va aynan tish shotkani foydalanayotgan paytingizda gorizontal emas, balki vertikal, ya'ni qizildan oqqa. Bu degani tepa jag'ingizda tepadan pastga, pastki jag'ingizda esa pastdan tepaga ohistalik bilan shunday yuvish kerakki, tish shotkasini shotkalari tishni orasiga ohistalik bilan kirib tozalasin. To'rtinchisi bo'ladigan bo'lsa, eng ko'p uchraydigan bu kechqurun tishlarimizni g'ijillatishimiz yoki buni sabablari bo'lishi mumkin. Gelmintlar yoki misol uchun ichki organizmdagi muammolar yoki bu bruksizm bilan yoki nevrologik kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mana shunday holatda tishlaringiz juda ham katta zo'riqishni oladi va tishlarning emali shunaqa darajada emalib ketadiki, chunki milklar va mushaklar juda ham qattiq zo'riqqan holatda bo'ladi. Beshinchisi va juda ko'p bemorlarimiz ko'p noto'g'ri foydalanadigan narsalardan bittasi bu turli xil oqartiruvchi, ya'ni отбеливатель deyiladi. Shunday narsalar bilan tishlarni o'zlari oqartirish, ya'ni xonada, uy sharoitida oqartirish. Ya'ni bu noto'g'ri ishlash. Turli xil internetda ko'rilgan yoki tavsiyalar, life hacklarga ishonib, ana shunday narsalarni tishlarga surtish tish emalini juda ham tez yomon bo'lib ketishiga, ya'ni parchalanib ketishiga sabab bo'ladi. Oltinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu oqartiruvchi moddalar emalni tiklaydi deb noto'g'ri fikrga borish. Ya'ni oqartiruvchi moddalar faqatgina tishingizning rangini o'zgartiradi, lekin emalni tiklamaydi va uning sog'lig'ini mustahkamlamaydi. Nimaga bu narsa bitta kirmaydi?
Sababi juda ham ko'p insonlar o'ylashadiki, oqartiruvchi moddalar reklamalarda ko'pincha chiqib qoladi. Oqartiradigan vositalar sizni emalingizni tiklaydi va mustahkamlaydi. Yo'q, unaqa emas. Oqartiruvchi modda nomi bilan oqardi, ya'ni faqat rangiga, emalni rangiga ta'sir qiladi. U ham to'g'ri ishlatilsa, lekin emalni tiklamaydi va uni umuman mustahkamlamaydi. Eng xavflisi bo'ladigan bo'lsa, odamlar bu xatolarni har kuni takrorlashadi va hattoki emallarni yemirilayotganini sezmay qolishlari ham mumkin bo'ladi. Lekin eng yomon va xavfli tomoni shundan iboratki, agar emalingiz bir marta zararlansa, organizm uni boshqa qayta tiklay olmaydi. Va bu sizga keyinchalik katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni davolashdan ko'ra uni oldini olish va sog'lig'ini saqlab qolish sizga ancha arzonga tushadi. Keyin sizga bir real voqeani gapirib bersam, mana hozir tepada sanab o'tgan aynan emalni yemirish uchun sabab bo'ladigan ko'p xatolarni ko'rib o'tdik. Lekin mana shu bitta bemor, bizga yosh bemor kelib murojaat qilib kelganlarida, ya'ni bizga vinir qo'yib bering deb murojaat qilganlarida, mana shu tepada sanab o'tgan xatolarimning yarmidan ko'prog'i borligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu inson ko'proq stress bo'lgan, plexus muammolari borligi, oqartiruvchi moddalardan foydalangan, eng yomon xavfli tomoni tishlarni juda ham qattiq va ayovsizlarcha noto'g'ri yuvishlar oqibatida juda ham katta emal qismlari va milk qismlariga ham ancha zararlanganligini ko'rdik. Ushbu bemorimiz bizga vinir qo'yib bering deb kelganlarida biz eng asosiy muammo tekshirib ko'rganimizda, tekshiruv usulini qo'llaganimizda asosiy muammo aynan boshqa joydaligi ma'lum bo'ldi. Va biz tekshiruv o'tkazganimizdan keyin biz ushbu bemorimizni aynan nima muammolar bor, ya'ni tishlarda juda ham ko'p emallarda yemirishlar, nafaqat oldi, balkim jag tishlarda yemirilgan borligini ko'rdik va bu yemirishlar tishlarda keyinchalik sezuvchanlikni oshirib yuborganligini ko'rdik va bu tishlarning umumiy yuzlanish holati, ya'ni tishlarning balandligi pasayib ketganligi va mana bu yerda burmalarni aynan keng rivojlangani va bu esa borib ularning ko'rinishlarida qarilik belgilari, o'zlari yosh bo'lsa ham qarilik belgilari namoyon bo'lib qolganini ko'rdik. Bularning barchasiga aynan mana shu yuqori sanab o'tgan zararli odatlar va emalni shikastlanishi uchun kerak bo'ladigan, ya'ni olib keladigan xatolar sabab bo'lgan. Va biz bu insonimizga to'g'ri tekshiruv o'tkazganimiz holatimizda, ya'ni bo'g'imlarni joyiga qo'yib, prekuslarni to'g'irlagan holatda va eng muhimi tepada sanab o'tgan zararli odatlarni batamom yo'qotganimizda, e'tibor bering, sababini yo'qotganimizdan keyin ushbu bemorimizga biz hozir tishlarini, ya'ni vinirlar bilan va o'sha splin terapiya va turli xil o'sha ortopedik stomatologiya kerak bo'ladigan qadamlar bilan hozir emallarni tiklash jarayonidan o'tyapmiz. Va mana bu holatda hozir ko'rib turganingizdek, bemorimiz tishlari mana bu holatdan hozirgi etapda, ya'ni bosqichda mana bu holatda ketyaptilar. Va bu hozirgi kunda nafaqat tishlarni, faqatgina oq tishlarni yoki oq vinirlarni qo'yish, balkim eng asosiy maqsad bu sog'lom emal, to'g'ri yuz jag sohasidagi chaynov tizimi va eng muhimi bu uzoq xizmat qiladigan va ilmiy yondashgan va ilmiy asoslangan stomatologik yondashuv hisoblanadi. E'tibor berganingizdek, mana shu bemor o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan juda ham mash og'izlar bo'shlig'idagi emaldagi shikastlanishlar, ko'plab shikastlanishlar natijasida juda ham sog'liqlarni ketga surib kelaverdi. Lekin oxir oqibat bari murojaat qildilar. Murojaat qilganlarida arzimagan ish emas, balki butun jag'larda emallar umuman yemirilib ketganligini ko'rdilar va bu holat bularga juda ham katta muammolarga sabab bo'layotgan va mana shu muammoni yechish yo'llarini biz ularga taklif qildik. Ko'pchilik vinir muammolarini hal qiladi, faqat emalni o'zini qoplab qo'ysam bo'ldi bo'ladi. Aksincha, bunday holatlarda eng asosiy e'tibor beradigan jihat aynan tishlarni yemirish, ya'ni sizning emalingizni mustahkam to'qima, organizmdagi eng mustahkam to'qima qanday bunday yemirilib ketganligini bilish, ya'ni sabab muhim, ya'ni sababini yo'qotish undan ham muhimroq hisoblanadi. Undan keyin esa bu aytganimizdek eng ishonchli va sifatli ishlarni qilib bemalol davolasa bo'ladi. Agar sizda ham mana shu bemorlarimiz kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, emalingiz sezuvchanlik oshayotgan bo'lsa, yemirilganini sezayotgan bo'lsangiz, shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda keling bundoq qilamiz. Siz bizga o'zingizni rasmlaringizni Instagram orqali yoki Telegram orqali yoki telefon qilib konsultatsiyaga yozsangiz, biz sizga aynan sizga to'g'ri keladigan eng ishonchli, to'g'ri, sifatli va eng muhimi uzoq xizmat qiladigan sifatli xizmatimiz taklif qilamiz. Murojaat uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yana ham organizmingiz haqida va tishlar haqida siz bilgan, bilmagan ma'lumotlarga eng ishonchli, to'g'ri va eng muhimi foydali ma'lumotlarni agar bilmoqchi bo'lsangiz, unda mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqlari oldinda. Keyingi videoda ko'rishguncha